Tezroq, tezroq. Bu nima edi? Yo'q. Gorizontal holatda siyishinglar. Quloq o'g'lim, maktabingdagi qizlarga qara. Birontasini yoqtirasanmi? Fu, bilat yo'q. Lekin men urg'ochi hasorat bilan erkagini chachishtirib ko'rdim. Natijada Bana, sportga qiziqasanmi? Basketbol, futbol deganlariday. futbol aslida mantiqsiz o'yin bo'lib, uni o'ynovchilarga dalpay. Qaranglar pizdukchalar. 5 dan 3 ni ayirsak necha qoladi? Domla. Nima gap? Tualetga chiqib kelay. Ko'tingni qisib joyingda o'tar. Mana bo'lmasa. Menga po'xo'y. Men uyalmayman. Menga po'xo'y. Men sizdan chiqib kelay deb so'radim. O'zingiz yo'q dedingiz. Endi menga po'xo'y. Bilaman, sinf sasib ketdi. Boya aytganimdek menga po'xo'y. Qornim tezdes och qoldi. Nima yeymiz? Men ham och qoldim. Nima yem yerdik? Oshga bora. Bana. Flash. Yo. Flashmisan? Ha, xuddi o'zi. Rostini aytsam, biz seni fanatlaringmiz. Meni qizim seni rasmiyni xonasiga ilib qo'ygan. Bu seni qizingmi? Ketib o'rgan ekan. Rahmat. Jiddiy aytyapman. Ochig'ini aytsam, seni tezligingni ko'rib qo'yib boraman, boru. Eshitdingmi? Nimani ovozi chiqdi? Qanaqa ovoz? Yaxshi eshitmay qoldim. Ey, sen ham eshitding? Qizimga nima qilding? Menga nimadir bo'ldi. Nima? Qizimga nima qilding dedim senga. Men hech narsa qilmadim, og'ayni. Nimani aytyapsan o'zi? Yo'q, sen nimadir qilding. Ko'zimga qarab gapir. Bana vrot. Voy jalab, dushman askarlari yaqinlashyapti. Men ularni chalg'itib turaman, sen qochib qolasan. Faqat bitta iltimosim bor. Qanaqa? Soatimni ko'tingga yashirib qo'yishimiz kerak. Nimalar deyapsan, Yiban? Bu soat men uchun qadrli. Qutulib qolganingdan keyin soatni o'g'limga berib qo'yishing kerak. Bu mening oxirgi tilagim. Iltimos sendan. Mayli, xo'p, yashirib qo'y. Shoshma. Voy bila! Menda qurol bor, boringni chiqar. Iloji yo'q. Nima? Iloji yo'q. Qo'lingni ko'tar. Bor narsangni chiqar dedim. Iloji yo'q. Sovun, mening borim edi. Lekin u meni tark etdi. Endi hech narsam yo'q. Siqilma do'st. Maktabga kech qolyapsan o'g'lim? Bana. Qo'lim charchab qoldi, oyi. Tamom qilishga yordam bering. Men senga kecha tugatgan degandim. Endi oyijoning senga yordam beradi. Rahmat, oyi. Bu etikni tozalash juda ham qiyin ekan. Porno ko'ryapman deb o'ylaganmiding? Xayoli buzuq. Narsalaringni o'g'irlab ketgan ayol yalang'och edi, shunaqami? Ha, janob. Yo'q, yalang'och edi. Tashqi ko'rinishini tasvirlab beringlarchi. Uning bellari ingichkagina, kattakon ko'ti va haybat ko'kragi. Yo'q. Men basharasini, yuzini nazarda tutdim. Yuzi? Bilmadim. Uni yuzi bormidi? Bir narsa deya olmayman. Ikkalang ham yuzini eslab qolmadinglarmi? Badanini gapirib bersak bo'ladimi? Ko'kragi esimda. Pullarni sumkamga taq. Eplayman. Pullarni ko'timga taq. Voy bila. Wow. Baland ekan. Sakra. Nahqu yashayapsan, ha? Nahqu yashab yuribsan. Dada, oyimning oyoqlari orasida nima bor? Mo'jizalar olami. Sizni oyoqlaringiz orasida-chi, dada? Mo'jizalar olami kaliti. Nahqu menga yolg'on gapiryapsiz, dada. Davay amaki, ko'tingizni qo'lingiz bilan oching qani. Nimaga? Gemoroyingizni tekshirishim kerak. Qo'lingizni yuvmaysizmi? Qo'rqmang, kecha ertalab yuvganman. Qo'lingizni yuvmasdan ko'timga tegmaysiz. Xo'p, bo'ladimi? Yo'q. Talba yopmisiz? Men do'stlarimni sotmayman. Bunaqada 6 oyga o'tirib chiqasiz. Qanaqa bola? Bu jinoyatni boshida turgan bola ana u edi. Qarang, agar kimdir sizni boshingizdan ushlasa, birinchi qadam oyog'iga tepish kerak, ikkinchi qadam qo'lidan ushlash kerak va uloq. Ey, opa. Fokus ko'rsataymi? Bobur, nimalar qilyapsan? Ey, xudoyim, uzilib tushadi hozir. Yo'q, hammasi yaxshi. Yaxshi emas, uzilib tushdi. Jamshid, bu necha? 1999. Shokir, 1888. Bobur. 1111. Yo'q, Dilshod 11011. Olim. 4 ta birmi? Mayli, eslaringdan chiqaringlar. Umid qilamanki, uyga vazifaga tayinli javob berasizlar. Uy ishi? Ha, uy ishi.
Kimdir uyga vazifani qilganmi o'zi? Men qildim, domla. Ko'tingni qisib o'tir, sendan so'raganim yo'q. Jamshid, uy ishini bajardingmi? Esimdan chiqibdi. Shokir, Uy ishi borligini bilmagandim, domla. Bobur, Kuchugim uy ishimni yeb qo'yibdi domla. Qobil, Mushugim uy ishimni yeb qo'yibdi. Keyin kuchugim mushugimni yeb qo'yibdi. Umid. Men qildim. Rahmat. Lekin tualetda qog'oz qolmagan ekan. Shuning uchun ukam ko'tini uy ishimni yaritibdi. Nega atrofimni g'irt ahmoqlar o'rab olishgan? Ey bola, nos chekasanmi? Ha. Rostdan chekasanmi? Kim o'rgatdi senga chekishni? Nosing bormi yo'qmi? Bratishka, men hazillashdim. Men bilan hazillashma. Hazillashma. Nosdan chos. Nosni sevaman. Nos ber dedim. Nosingni chiqar bile. Nos. Oyi, qistab ketyapti. Kattasigami yo kichigiga? O'rtanchasiga. Hozir jonim bir daqiqa. O'rtanchasi bo'lmaydi o'g'lim. Yo siyasan yo Yaxshi, kechagi test javoblarini e'lon qilaman. Jamshid, sen imtihondan yiqilding. Unaqada siz meni o'qitishdan yiqilgan bo'lasiz. Sen menga qarshi gapirdingmi? Mantiqan qarasak shunaqa bo'ladi. Mana senga batta. Telefoningizda o'yinlar bormi? Yaxshi, birinchi savol. Yo'q-yo'q, bunaqana. 3 qushov 2, men buni bilaman. Bog'chani o'rganganman. 5 bo'ladi albatta. Bu ketishda hammasini yoraveraman bora. Osongina ekan. Buni eslay olmayman. Ammo hech qisi yo'q. Bittagina savolni ishlamay ketsam ham bo'ladi. Xo'p, keyingisi. Ferrarimi yo Lamborghini? Ferrarimi yo Bugatti? Bugattimi yo McLaren? Bugattimi yo Rolls-Royce? Bu bo'qmi? Ko'rinishidan bo'q. Hidi ham bo'q. Ta'mi ham bo'q. Yaxshi ham bosib olmabman. Aya. Ayo. Ey. Oya. Ha! Qarang men nima qila olaman. Oya. Buni qayerga qo'yay? Boshimni ustiga qo'y mana. Qoyil. Barakalla. Mana buni ham sindir. Shokir! Ha, pultni olib ber. Jiddiy aytyapsizmi? Yo'q, hazillashdim. Pultni olib ber. Bu bola tirik payti g'irt ko't bola bo'lgan edi. O'zing ko'tsan. Hozir yoningizda bo'lganimda nima qilardingiz? Ko'p narsalar. Chunki meni bilasan. Men o'ta ketgan jinni bo'laman. Qo'ysangizchi. Qara. Bo'g'ardim. Rostdanmi? Ha. Keyin yuzingga tupurardim. Yoqimli eshitilarkan. Keyin og'zingga to'kib tashlardim. Allo? Ey! Eng yoqtiradigan so'kinish gapingiz nima? Idin naxoy. Bu gapni menga aytdingizmi yoki Savoling nima edi? yoqtiradigan so'kish so'zingiz? Idin naxoy. Men bila olmayapman, siz meni so'kyapsizmi yoki savolimga javob beryapsizmi? Yana bir marta takrorlayman. Ha. Eng yoqtiradigan so'k. Ko'ting boqsana. Hozir qo'yib yuborsam qiziq ish bo'lardi-a? Nima? Deylik bunaqa qilib. Do'stim eding-ku. To'xta bilan. Hazillashdim o'rtoq. Bunchalik bedaraz emasman. Do'stim, seni qo'yib yuborasan deb o'yladim. Nega to'xtatganimni bilasizmi? O'zingizni esingizdan chiqdimi? Masturbatsiyani chalg'itganingiz uchun. Olimlarning aytishicha, agar sen o'rgimchaklardan qo'rqsang, ular yotoqxonangda paydo bo'lib qolishadi. Qiziq. Men Luiza opadan qo'rqaman. Men Munisa opadan qo'rqaman. Men Eva Elfidan qo'rqaman. Men porno aktyor. Bilya!
Do'zaxga xush kelibsan, bolakay. Ha, senga gapirdim. Nega qamashdi? Senga gapiryapman, azizam. Nega qamalding? 2 kunda 17 ta erkakni zo'rlaganim uchun. Ibodat qilishni bilasanmi? Men aslida xudojo'y odamman. Ey Xudo. Qimirlamay tur, qimirlama. Qarshilik qilmasang hammasi tez bo'ladi. Sen bariga chidaysan, do'stim. Men uchun ibodat qil, do'st. Qo'shiq aytishimiz shartmi, dada? Albatta o'g'lim, odamlarga bu yoqadi. Ularga yoqqanini qayerdan bilamiz? Agar ular bunday qilishsa, mazza qilyapman, davom etinglar deyotgan bo'ladi. Agar bunday qilishsa, ular ashulanga qarsak chalishayotgan bo'ladi. Agar bunday qilishsa, ashuladan kayf olayotgan bo'ladi. Shunday ekan, hech qachon shashtingni tushirma o'g'lim. Davay birgalikda. Ey, opa. Fokus ko'rsataymi? Bobur nimalar qilyapsan? Ey, xudoyim uzilib tushadi hozir. Yo'q, hammasi yaxshi. Yaxshi emas, uzilib tushdi. Agar sen depressiyada bo'lsang, demak sen g'amginsan. G'amgin bo'lmaslikning yagona yo'li bu baxtli bo'lish. Stiv Jobs shunday degan edi. Chupate moñaño.